Assalomu alaykum aziz va muhtaram futbol ishqibozlari. O'zbekiston Super Ligasi musobaqasini sog'inib qolgan va sabrsizlik bilan kutib o'tirgan qadrli futbol sevar do'stlar. Bunyodkor stadionida yana bir necha daqiqalardan so'ng O'zbekiston Super Ligasi musobaqasi uchun 2025-yilgi mavsumga start beriladi. O'zi aslida bu mavsumga kecha Super Ligasi bahslari uchun start berildi. OKMK va Buxoro jamoalari o'rtasidagi uchrashuv demak yangi mavsumni boshlab berdi. Va bilasiz, OKMK Buxoroni 2-1 hisobda yengdi. Bundan bir necha daqiqa avval esa hakamlar boshqarib borishadi. O'yin boshlandi. O'yinni boshlab oldi. Ikki yordamchi hakamlar, yonsiqdagi hakamlar Ziyodulla Abdurahmonov va Abdulhamid Abduraimov. Aytishga biroz shoshilmay turamiz, chunki tezkor jarima zarbasi va hozir Neftchi jamoasi a'zolarida yaxshi imkoniyat bor. Jamshid Iskandarov to'p yonida chap oyoqda zarba beriladimi? Iskandarovdan zarba, darvozabon to'g'ri joyini tanlagan ekan va hozir Bunyodkor jamoasi a'zolari ham hujum uyushtirishmoqda. Zarba berildi, lekin noaniq. 25-chi Itsuki Urata va 74-chi raqamda Luis Kachori. 7-chi Abrorbek Ismoilov, 8-chi Vladimir Yovovich, 10-chi Jamshid Iskandarov, 20-chi Anvarjon G'ofurov, 23-chi Yovan Jokic. Bunyodkor jamoasi tarkibida zaxirada kimlar bor? Egallashgan Bunyodkorning hujumi. Bu yerda futbolchilar bir-birlari ko'rsin. Ana o'shandagina O'zbekiston terma jamoasining o'yini ham kuchayadi. Burchak zarbasi Bunyodkorda hozir standart vaziyat. Botirali Ergashev qandaydir ko'rsatmalarni berdi. Zarba va uchrashuvda hisob ochilyapti. Tezkor gol uryapti Bunyodkor. Har qancha darvozabon sheriklarini hushyorlikka chorlamasin. Bunyodkor uchrashuvda hisobni ochmoqda. Har bitta o'yinda gol ko'ryapmiz do'stlar. Har bitta uchrashuvda gol ko'ryapmiz. Bu birinchi turning 4-o'yini. Hozir Qo'qon 1912 Andijon jamoalari o'rtasidagi bahs ham davom etyapti va o'tkazib yuborishda haqiqatan ham keling ochilayotganiga e'tibor bering. Yo'q, bu yerda hech qanday o'yin qoidasi buzilgani yo'q. Juda chiroyli harakat, uzatma ham ajoyib bo'ldi va kiritilgan gol ham xuddi shunday tarzda Najmiddin Normurodov o'z hisobiga gol yozib qo'ymoqda. Chumkorlik bilan boshlash. Diqqat e'tiborni faqat hujumga qaratish bilan ham bog'liq. Agar konsentratsiya 100% hujumga qaratilgan bo'lsa, himoyada qandaydir kamchiliklar ham kuzatiladi. 1-0 Bunyodkor hisobda oldinda va Neftchining hujumi. Yaxshi imkoniyat, zarba. Yaqin masofadan turib zarba berildi. Nima uchun sherigiga yetsa, Neftchi jamoasi a'zolari hujumga o'tib ketishmoqda. Toshmirzayev tezlikni oshiryapti va to'pni uzoqlashtirib yubordi. Shoshyapti Bilolxon. Ya'ni o'sha yaqqol xohish yuqori ekanligi ko'rinib turibdi. Chiroyli kombinatsiya va gol! Gol! Neftchi uchrashuvda hisobni tenglashtirdi. Bu safar pas kombinatsiya chiroyli chiqdi. Barobar va Zoran Marushich. Legionerlarni ham agarda solishtirsangiz farq bor. Zoran Marushich 1993-yilda tug'ilgan futbolchi. Qarang qanday chiroyli kombinatsiya. Tepar uslubida bu yerda ham chiroyli o'tib ketishdi va Jamshid Iskandarovdan super pas. Qarang, Jamshidning o'yiniga e'tibor bering. Oy.
uchlik. Bu yerda uchlik. Go'zal harakat. Vladimir Yovovich, Jamshid Iskandarov va Zoran Marushich qanday chiroyli. Lekin buni Bunyodkor jamoasi a'zolari payqashdi va yana o'sha Bilolxon Toshmirzayev. Bu uzatma zarbaga aylanib ketdi chog'i. Va hozir oddiy vaziyatda to'pga egalik qilish 38-62 mi? Ikki jamoasi ustunlik ekan. Ha, bizga namoyish berishyapti o'sha Neftchi jamoasi muxlislarini. Hozir esa Bunyodkorda yana bir standart vaziyat, burchak zarbasi uzoqlashtirish kerak. Qosinovning uchdagi chalindi ikkinchi qavatda. Darvozabonning bo'yi ancha baland. Botirali Ergashev to'p yo'nalishini o'zgartirdi va Neftchi to'pni saqlab qolyapti. Yaxshi chiqib ketishdi vaziyatdan, lekin mana bu oxirgi pas noaniq. Yana xatolar bu yerda. O'yinni davom ettirsa bo'ladi. Jang ketyapti mana shu joyda, yo'q o'rnidan turish kerakligini so'ramoqda boshqa. Yaxshi hujum. Uzoq masofadan zarba ko'ramizmi? Yo'q, uzatma. Yo'q, darvozabon o'z o'rnida. Martin Shrollerning o'zi har safar ham kirib boryapti. Zarba! Xavfli, mana bu xavfli. Chunki bir nechta futbolchilar to'sib qo'yishgan edi. Bunyodkor jamoasi ham o'sha mana shu mavsumga tayyorgarlik borasida bir qator yig'inlarda ishtirok etishdi. 8 ta jarima zarbasini ko'rib olamiz, keyin ma'lumotlarga to'xtalamiz. Yaxshi pas. Bo'ldi. Varbor penalti talab qilishmoqda Neftchi jamoasi a'zolari. Ikkinchi bo'lim ancha qiziqarli ketishiga shak shubha yo'q. Yana xato. Bu foul. Sariq kartochkasi bormi? Yo'q deb hisoblayapti menimcha. Abror Ismoilovga nisbatan o'yin qoidasi buzildi. O'rningdan tur. Foul bor. Ulgurmay qoldi. Birinchi ogohlantirish beryapman deyapti. Mana Neftchi jamoasi muxlislari qarang. Qanday liboslarda ular qo'llab. Yaxshi imkoniyat. To'p kirib ketayotgan edi. Rasul Yo'ldoshev. Neftchi futbolchilari to'pni egallab olishdi va jarima zarbasi, oxirgi imkoniyat. Ikkinchi marta-yu deyapti hozir Neftchi futbolchilari. Ikkinchi marta o'yin qoidasini buzyapti. To'p jarima maydonchasi ichida. Uzoq masofadan zarba ko'ramizmi? Yo'q, bo'ldi. To'p Bunyodkor jamoasi a'zosiga tushishi bilan qadrli futbolsevar do'stlar, biz yana Bunyodkor va Neftchi jamoalari o'rtasidagi o'yinga qaytamiz. Mana birinchi bo'limdan keyingi uchrashuv statistikasi. Zarbalar qancha bo'ldi? 15 ta zarba, 3 tasi aniq. Ko'rdingiz. Xo'p. Ikkinchi bo'lim boshlandi. Hakam harakat qilayotgan futbolchilardan biri. Diqqat qilamiz. Yaxshi va zarba! Gol! Neftchi ikkinchi golni urmoqda. Raqib darvozasiga. Ibrohim Halil Yo'ldoshevmi? Birinchi bo'limda deyarli ko'zga tashlanmagan Ibrohim Halil o'z hisobiga gol yozib qo'yaptimi? Ochig'i men shu haqda endi gapiraman deb yodimdan ko'tarilib ketdi. Ibrohim Halil Yo'ldoshev. Qani ko'raylik, kim zarba berdi? Yovichmi Ibrohim Halil? Ibrohim Halil Yo'ldoshev. Ibrohim Halil Yo'ldoshevdan gol, rikoshet, lekin Ibrohimga yoziladi. Ibrohim Halilga yoziladi. Qoyil Ibrohim Halil Yo'ldoshev 2-1.
1-2 aniqroq. Gol muallifi Neftchi jamoasining 6-raqami bilan Ibrohim Alil Yo'ldoshev. Zo'r harakat qilish kerak. Zo'r harakatlar o'ng qanotga. To'p jarima maydonchasi ichida, xavfli vaziyat, zarba. Foul. Nicholas Mali ikkinchi bo'limda Bunyodkorning o'yinini ancha kuchaytirdi. Temurxo'jaga Abduxoliqovga sariq kartochka. O'zi ikkinchi qavatdagi kurashlarda oxirgi paytlarda biz ko'ryapmiz, tegish mumkin emas raqibga. Hop. Tirsagi bilan borgan ekan. Birinchi bo'lim boshida aytib o'tdim kelgan futbolchilarni. Hop, Bunyodkor vaziyatdan chiqish kerak. Uzoq masofadan zarba bormi? Zarba, gol! Chiroyli gol. Va hozir yaponiyalik futbolchi nimalar qilib tashladi Itsuki Urata. Hech kim xalaqit qilmasa albatta Urata. Zo'r o'ynadi Urata. Itsuki tepaman deb bir o'yinchini aldab o'tdi. Keling ko'ramiz. Bugun chiroyli gollarga boy bo'lyapti. Opa! Va imkoniyat berish. Chap oyoqda zarba. Darvozabon ishonmadi shekilli. Mana bu yerda aldab o'tdi Abrorni. Juda chiroyli gol. Hop, mana darvozabon bu yerdan ko'raylikchi. Albatta qiyin. Shunchaki imkoniyat berib qo'yishdi. 25-raqami bilan Itsuki Urata. Mana legionerlar bugun yaxshi harakat qilishyapti. Zo'r Yo'ldoshev yonsiqdan to'pni tashlab beradi. O'zi ochildi va to'p Ibrohimning o'zidan foydalandi Neftchi. Yana Jamshid Iskandarov. G'ofurov ham tayyor. To'p yetkazib berildi. Xavfli. Bu safargi zarba noaniq chiqdi. Neftchi futbolchilarining hujumi. Iskandarov. Chiroyli chiqib ketdi. Yaxshi imkoniyat bor. Neftchining 3-4 futbolchisi uzatma. Xavfli vaziyat. Hujum davom etadi. Qo'pollik. O'tkazib yuborish kerak edi hozir hujumchi. Orqada ikkita o'yinchi tayyor turgan edi. To'pni qabul qildi. Yo'q, Toma Tapadadze to'g'ri. Mana. O'tkazib yuborish kerak edi Toma Tapadadze hammasi to'g'ri. Burchak zarbalari bo'yicha ancha ustunlik o'tib ketdi Neftchi jamoasi tomoniga. Iskandarov yana bir uzatma, darvozabon to'pni qaytardi. Ber Ibrohim Halilga. Boshqa tomonga o'tib ketdi to'p. Hujum, yana bitta uzatma, rikoshet va yana burchak zarbasi. Hushtak chalindi. To'p o'yinda. Yana darvozabon. Ikrom Aliboyevdan qo'pollik. Ro'ziyev 11-raqam ostida va 17-raqamda Muhammadali G'iyosov. 3 ta o'zgarish. Endi to'pda 2-2 do'stlar. Bilmadim qaysi jamoa ochko yo'qotyapti bu yerda. Ikkalasi ham albatta 2 ochkodan mahrum bo'ladi. Agarda durang bilan yakunlansa. Sayfiyev markaz sari ketdi. To'p futbolchiga tegib, maydon tashqarisiga chiqdi. Uzatamiz. Diqqat qilamiz. To'p tepib berildi. Yana bir martami? Yana bir marta. Yuqoriroqdan xavfli. Mana zarba ko'ramizmi? To'p yetkazib berildi, qaytarib yuborildi. Oxirgi hujumga imkoniyat bersa kerak. Oxirgi hujum va bo'ldi menimcha. Bo'ldi. Temurbek To'xtasinov aynan shu pallada uchrashuvga yakun yasab beryapti. Bunyodkor Neftchi 2-2 jangovar durang. Eng yaxshi o'yinchini aniqlash juda qiyin bo'lgan bahs. Uchrashguncha deb qolamiz. O'zbekiston Super Ligasi bahslarini kuzatib boring.